Hi guys, bugun sizlar bilan Xitoydan atigi bir haftada kelgan tovarlarimga raspakovka qilamiz. Qani, ket. Shunaqa deb jonli gapirib raspakovka qilib bermoqchi edim sizlarga, lekin video juda ham uzun bo'lib ketarkan, o'shaning uchun sizlarga azvochka qila qolay deb qo'ydim. Bu safargi raspakovkamiz juda ham noodatiy bo'ladi. Qaranglar, qanaqa zo'r narsa zakaz qilib tashlaganman. Ko'pchilik qo'rqib zakaz qilsam keladimi yo'qmi degan narsalarni ham zakaz qilib tashlaganman. Keyingi zakazimiz mana shunaqa kameramga chihol 2 xil rangidan zakaz qilgan ekanman. Ko'rishingiz mumkin. Bittasi pink rang, bittasi korичневый rang. O'zi Xitoydan uходовый kremlar va suyuqlikda zakaz qilsa bo'ladimi deganlar uchun mana shu video aynan sizga javob bo'ladi. Buni qaranglar, qanaqa ko'p maska etvorganman, naqd bu yoqda 100 tadan ortiq. Siz ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki o'rgangan bo'lsangiz, narsalaringiz, ya'ni zakazlaringiz tez kelmayotgan bo'lsa, unda mening kursim aynan sizlar uchun. Million kursim hozirda 50% skidkada, 50% skidkaga yozilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada skidka so'zini qoldiring.